Bayram aksiyasi 4 ta kategoriya 45 ming rubl. Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga yaxshi yangilik bilan video murojaat qilyapman. Bayram munosabati bilan iyun oyiga aksiya joriy etdik. Shular haqida bugun 3 ta yaxshi yangiligimiz bor. Bularning ichida prava narxlari va qaysi kategoriya atmetkalar qanaqa texnikalarga o'tadi, shular haqida batafsil ma'lumot berib o'tmoqchiman. Shuning uchun iltimos videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring. Men esa boshlayman. Birinchi yangiligimiz bu prava narxlari. Bilasiz, prava narxlari bizda ikkita kategoriya 36 ming, 3 ta kategoriya 44 ming va 4 ta kategoriya 49 ming rubl edi. Iyun oyidagi aksiyamizga esa bu 4 ta kategoriya 45 ming rubl bo'lyapti. Ya'ni 4 ming rublga arzonladi. Bu birinchi yangilik. Ikkinchi yangiligimiz razryad bo'yicha. Ko'pchilik akalar bilishadi, oldin razryad boshlanishida yangi prava olganingizda 4-razryadda chiqardi. Iyun oyidagi aksiyamizga esa bu 5-razryadda chiqadi. Bu mutlaqo bepul razryad ko'tarib beriladi. Va uchinchi yangiligimiz, ham prava olasiz, ham mehmonimiz bo'lasiz. Ya'ni obed bepul bo'ladi. Endi bu to'g'risini aytsam oldinroq joriy etilgandi bu yangilik, lekin ko'pchilikda xabari yo'q ekan. Shuning uchun bu yangilikda ham hozir ma'lumotlarni qo'shyapman. Agar siz ekzamen kuni borsangiz, sizlarga mutlaqo bepul obed beriladi. Ya'ni o'zimiz sizlarni mehmon qilamiz. Endi bilasizlar, hozir bitta choyxonaga kirsangiz ham 500-600 rubl pul indamay ketib qoladi. Aytib o'tgandek, eng ko'p beriladigan savol, qaysi kategoriya atmetkalar qanaqa texnikalarga o'tadi? Ko'pchilik savol berishadi. Ya'ni 4 ta kategoriya olsangiz 45 ming rubllikka mana shu yerda rasm qo'ydim. Ko'rib turganingizdek, har bir kategoriyani to'g'risida texnikalarni turibdi. Ya'ni B, C, D, 4 ta kategoriya. Mana shu 4 ta kategoriyani olsangiz, mana shu rasmda ko'rsatilgan barcha spesitexnika traktorlarni haydash huquqiga ega bo'lasiz. Ya'ni ham mana shu texnikalarni haydaysiz, ham bu hozir sketkada 45 ming rublga olish imkoniyati bor, ham 5-razryadga chiqarib beriladi. Ko'rib turganingizdek azizlarim, bugungi yangilik shulardan iborat edi. Agar sizga spesitexnika va traktorlarga rossiyskiy prava kerak bo'lsa, har doimgidek pastga WhatsApp nomerimni qo'yaman. Shaxsan o'zim javob beraman. 24 ga 7 ishlaydi. Iltimos faqat WhatsAppdan aloqaga chiqingizlar. Prava ekzamenlariga 100% yordam qilamiz va prava bazasiga 100% kafolat beramiz. Yana bir eng ko'p beriladigan savol bu, ko'pchilik aytishadi, pravani necha kunda qo'limizga olamiz deb. Azizlarim, bu ham oldinroq joriy etgandik, bu yangilikda ham atigi bir kunda pravani qo'lingizga olasiz. Ya'ni ekzamen kuni borasiz, ekzamen topshirib qaytganingizda pravani srazi qo'lingizga olib qaytasiz. Oldingidek bir hafta 10 kunlab pravani kutish degan narsa yo'q. Va ma'lumot o'rnida eslatib o'taman azizlarim, bu aksiyamiz faqat iyun oyini oxirigacha taqdim etildi. Ya'ni faqat siz iyun oyigina prava olsangiz, mana shu aksiyamiz sizlar uchun amal qiladi. Iyun oyidan keyin esa bu aksiya muddati tugaydi. Agar kanalimga yangi bo'lsangizlar, podpiska va bittagina like bosib qo'yishni unutmang. Kelgusi sonda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling. Darvoqe, pastki kommentariy va opsiyamda Telegram gruppam ham bor. Albatta obuna bo'ling. Eng kerakli ma'lumotlarni doimo Telegram gruppamga joylab boraman. Fikrlaringizni albatta kommentariyaga yozib qoldiring. Sog' bo'ling.